Aktrisa Natalya Varlening shaxsiy hayoti va to'yi kunida ochilgan dahshatli sir haqida bizga nimalar ma'lum? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan xabardor bo'lib turishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. Millionlab tomoshabinlar Natalya Varleni shirin tabassumli va sho'x qiz sifatida eslab qolgan. Uning Kavkaz asirasi komediyasidagi qahramoni Nina go'yoki yoshlik timsoli edi. Biroq real hayotda aktrisa xayoliga keltirmagan qismatni boshdan kechirgan. U sevib qolgan erkak SSSRning buyuk aktyorlari Nonna Martyukova va Vyacheslav Tixonovning o'g'li Vladimir Tixonov bo'lib, aktrisaning o'zi ham allaqachon yulduz edi. Biroq bu ularni baxtli qila olmadi. Varli xiyonat azobi va yolg'izlikni boshdan o'tkazdi. Eng dahshatli sir esa unga to'y kunida ayon bo'ldi. Vladimir Tixonov Varleni ilk bor Kavkaz asirasi filmini premyerasida ko'radi. Endigina 17 yoshga to'lgan yigit kursdoshi bo'lgan Natalyani ko'rib, hushdan ayriladi. Keyinroq taqdir ularni teatr bilim yurtida uchrashtiradi. Natalya undan 3 yosh katta bo'lib, o'sha paytda boshqa bir aktyorga turmushga chiqqanda, yosh Volodya javobsiz muhabbatdan azob chekardi. U har oqshom onasi, buyuk aktrisa Nonna Martyukovaga sevgilisini e'tiborini qozona olmayotganidan nolib gapirib berardi. Onasi esa o'g'liga tasalli berib, o'sha qizning qalbini birgalikda zabt etishlarini va'da qiladi. Ayni paytda Varlening shaxsiy hayoti barbod bo'layotgan edi. U eri bilan tez-tez janjallashib, ota-onasini uyiga ketib qolardi. Vladimir bu kelishmovchiliklardan qandaydir yo'l bilan xabar topar, sevgilisini uzoqdan bo'lsa ham ko'rish uchun poyezdga kelib, bir qavat yuqorida poylab turardi. U yoqimli ovoz va hazil mutoyiba tuyg'usiga ega ajoyib yigit edi. Biroq ichidan o'ziga ishonmasdi. Taniqli ota-onaning farzandi bo'lgani uchun u doimo hammaga ularni yordamisiz ham nimagadir qodir ekanini isbotlashga urinardi. Ota-onasi mashhur aktyorlar bo'lgani uchun kino, teatrdan ortmasdi. Bolani esa kichik bir shaharchada yashaydigan bobosi va buvisi tarbiyalardi. Uning har bir istagi so'zsiz bajarilardi. Shu sababdanmi yoki ota-ona nazoratida bo'lmaganidanmi Vladimir 5-sinfdayoq chekishni o'rganadi. O'smirlik chog'ida ota-onasi ajrashib, Vladimir onasi bilan Moskvaga ko'chib keladi. Bu yerda u qiynaladi. Yangi maktab, ota-onasining ajrashishi, o'gay otaning paydo bo'lishi, sinfdoshlari uni ko'ngilchanligi va ta'sirchanligi uchun masxara qilishardi. Onasi doim ish bilan band bo'lgan, o'g'liga vaqti bo'lmasdi. Oqibatda o'zi kabi yo'lini yo'qotgan bolalar Vladimirning atrofida yig'ila boshlaydi. Tixonov aynan shu davrada birinchi marta spirtli ichimlik, keyin esa taqiqlangan moddalarni tatib ko'rgan. Varli birinchi eri bilan ajrashib, Volodya bilan yaqinlasha boshlaganida uning bu zararli odatlardan mutlaqo bexabar edi. Yigit unga jo'shqin maktublar yozar, aktrisaga telefon qilib, bir og'iz ham so'z aytmay, soatlab uning ovozini tinglardi. Ular o'rtasida chinakam muhabbat spektakl mashg'ulotlarida alanga oldi. Oshiq ma'shuqlar roli sahnada kuchli his-tuyg'ularni talab etardi. Biroq bu rol haqiqiy tuyg'ularga aylanib ketadi. Volodya Kavkaz asirasi filmini ko'rib, menga oshiq bo'lib qolgan. O'shanda u yosh, kuchli baquvvat yigit edi. Bizni umumiy diplom spektakllarimiz bo'lardi. Men Qorqizni, u esa Mizgirni o'ynagan. U juda iqtidorli, kelishgan va tabiatan mehribon inson edi. Volodya meni uzoqdan bo'lsa ham ko'rish uchun 4 yil Chordoqda tunagan deb eslaydi Natalya Varle. Ko'p o'tmay juftlik turmush qurdi. O'sha kuni hammasi ajoyib edi. Mehmonlardan biri Natalyaga bo'lajak turmush o'rtog'ini ignaga o'tirib qolganini aytmaguncha. Varli quloqlariga ishonmadi, ammo kechasi mehmonlar tarqalgach haqiqat yuzaga chiqdi. Katta janjal boshlandi. Vladimir g'azablanib, bularning hammasi yolg'on deya o'zini oqlashga urindi. Onasi esa faqat Natalyagina uning o'z muhabbati bilan davolay olishini uqtirardi. Yosh kelin avvalgi kvartirasiga qochib ketdi va tongga qadar yig'lab chiqdi. 2 kundan so'ng Tixonov uning oldiga tiz cho'kib keldi. U yig'lab, giyohvandlikni butunlay tashlashga qasam ichdi. Erini jondan ortiq sevadigan Varli unga ishondi. U bu ishonchning oqibati nima bo'lishini hali bilmas edi.
Homiladorlik, yolg'on va xiyonat. Oiladagi xotirjamlik uzoqqa bormadi. Kunlarning birida Natalya suratga olish maydonchasidan qaytib, uyidan g'alati dori qutilarini topib oldi. O'shanda unda kuchli takis endigina boshlanayotgan, shuning uchun buni surishtirishga holi yo'q edi. Eri bularning hammasi o'rtoqlariniki ekaniga uni ishontirdi. Aktrisa bu yolg'on ekanini bilib tursa ham ishondi. Ammo keyinroq qo'shnisi unga haqiqatni aytdi. Natalya ishdaligida Vladimirning yoniga bir qiz kelib turar ekan. Keyinchalik Vladimir aynan shu qiz. Moskva biletining 18 yoshli artisti Natalya Yegorovaga uylanadi. Yillar o'tib Varli o'z xotiralarida erida uni yo'qotish qo'rquvi yo'qolganini yozadi. U homilador va to'lishgan xotinni endi hech qayoqqa keta olmaydi degan xayolga borgan edi. Bo'yniga voyaga yetmagan bir qiz o'sirib olganda deya eslaydi aktrisa. Janjal yana takrorlandi va Natalya yana narsalarni yig'ishtirdi. Natalyaning homiladorligi butunlay yolg'izlikda o'tdi. Shu vaqtda Vladimirni armiyaga chaqirishgandi. Unga oilasidan xabar olish uchun javob berishardi, ammo u xotinining uyiga bormasdi. O'sha ma'shuqasining oldiga borar ekan. Natalya o'g'il ko'rdi. Unga Vasiliy deb ism qo'yishdi. Tixonov tug'ruqxonaga bir quchoq gul va maktub ko'tarib keldi. U kechirim so'rab yolvordi. Uni bir umr sevishga qasamyod qildi. Biroq bu shodlik uzoqqa cho'zilgani yo'q. Bir kun u xotini va chaqalog'i yashayotgan xonadonga butun boshli harbiy qismni boshlab keldi. 20 ta askar poyabzalini yechib, go'dakni bir zum sukut saqlab tomosha qildi-da, saf tortib chiqib ketdi. Otalik mehrining namoyon bo'lishi shu bilan tugadi. Eng dahshatlisi esa boshqa narsa edi. Nonna Mordyukovaning atrofdagilar mish-mish tarqata boshladi. Ular Natalya eriga xiyonat qilgani u Vasiliy Tixonovning o'g'li emasligi haqida pichirlashardi. Varli bundan g'azablandi, lekin o'zini oqlashga urinmadi. Bola tug'ilgandan buyon otasini qo'yib qo'yganidek o'zi edi. Biroq bu yolg'on Vladimirning o'zi uchun qulay bahonaga aylandi. U farzandiga yordam berishdan bosh tortdi va o'z uydirmalariga o'zi ham ishondi. SSSRning mashhur aktrisasi bo'lgan qaynonasi esa nabirasini ko'rgani bir martagina kelgan. Qaynotasi Vyacheslav Tixonov belanchak sovg'a qilgan, u shu bilan qorasini ko'rsatmagan. Vladimirning hayoti tubanlikka yuz tutayotgan edi. U uydan qimmatbaho buyumlarni sotar, onasiga esa pullar xotiniga sovg'a olish uchun kerak deb yolg'on gapirardi. Nonna Mordyukova kelinni Natalya pul undiryapti degan o'yda undan nafratlanib yurardi. Aslida esa barcha pullar narkotiklarga sarflanardi. Xumori tutgan paytlarda o'g'il onasini oshxona pichog'i bilan quvlar edi. 90-yilning iyun oyida uni ijaradagi xonadondan o'lik holda topishdi. Shifokorlar ko'p yillik giyohvandlik tufayli yurak to'xtab qolganini aytishdi. Dafn marosimiga Mordyukova faqat Varli va uning o'g'ligina chaqirdi. Keyinroq ma'rakada qaynona kutilmaganda Natalyani u bilan bir kadr tushish uchun televideniyeni ataylab taklif qilganlikda aybladi. Hatto boshqa bir artist bilan ishqiy munosabatda bo'lgani haqida tuhmatlar ham bo'ldi. Ammo yillar o'tib barchasi o'zgardi. Mordyukova hamma narsani anglab yetdi va Varlidan kechirim so'radi. Natalya esa boshqa har qanday ayolni sinishi mumkin bo'lgan hayotiy vaziyatda egilmadi va o'g'lini munosib inson qilib voyaga yetkazdi. Hurmatli tomoshabin, video haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib, kanalni yo'qotmaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang.